Fermentlar, enzimlar. Fermentlar tirik organizmlarda kimyoviy reaksiyalarni tezligini minglab marotaba oshirib beradigan oqsildan tashkil topgan biologik katalizatorlardir. Ularning hujayralarda ishchi kuchi bo'lib, ovqat hazm qilishdan tortib DNK ko'chirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarda qatnashadilar. Fermentlarning asosiy xususiyatlari judayam aniq, reaksiyalarni tezlashtiradi, o'zgarib ketmaydi, muayyan sharoit talab qiladi. Masalan, reaksiyalarni juda aniq, ya'ni vazifasini bajarishiga biz misol qilib, har bir ferment faqat bitta yoki bir nechta o'xshash substratlar bilan ishlashini misol qilishimiz mumkin ekan. Masalan, amilaza faqat kraxmalni parchalashi mumkin, lipazalar yog'ni, laktazalar laktazani. Reaksiyalarni tezlashtiradi. Fermentlar reaksiyalarning faollanish energiyasini pasaytiradi, natijada jarayonlar 1000 barobar tezlashadi, o'zgarib ketmaydi. Ya'ni reaksiyalarda qatnashadi, lekin o'zlari sarflanib ketmaydilar, yana qayta ishlaydilar. Muayyan sharoit talab qiladi. Masalan, bu bo'lishi mumkin ma'lum bir harorat yoki pH. Fermentlarni tuzilishiga keladigan bo'lsak, asosan ikki qismdan iborat bo'lar ekan. Birinchisi apofermentlar hamda kofaktorlar. Apoferment bu fermentlarning asosiy qismi bo'lib, oqsildan iborat bo'ladi. Faqat oqsil tuzilishi o'zi aktiv emas, yoki fermentga shakl beradi va substratni tanib olishga yordam berar ekan. Kofaktorga keladigan bo'lsak, uni apofermentni faollashtiradigan qo'shimcha qism hisoblanib, ular ikki xil bo'ladi: kofermentlar hamda metall ionlari. Kofermentlar bu organik modda bo'lib, ko'pincha vitaminlardan hosil bo'ladi. Masalan, nadef, kaetizm A, biotin, folat, metall ionlari magniy, rux, temir, mis hamda marganez. Fermentlarning to'liq aktiv shakli bu apoferment, kofaktor, holoferment. Bu to'liq faol ishlaydigan fermentning formulasi. Fermentlarning faol markazi, ya'ni aktiv markaz bu substrat bog'lanadigan joy bo'lib, uning vazifalari substratni tanish, uni o'ziga tortish, reaksiyalarni boshlash, mahsulotlarni ajratish. Faol markazning ichi mahsul shakliga ega. Shuning uchun boshqacha substratga yig'ilmaydi. Qopqoq kalit tamoyili deb atalar ekan. Fermentlarning ishlash mexanizmi bu Xalqaro enzimlar komissiyasi bo'yicha 6 guruhga bo'linadi. Oksidorreduktazalar, ya'ni oksidlanish, qaytalanish reaksiyalarini bajaradi. Misol, dehidrogenaza, oksidaza. Keyingisi transferazalar, bir molekuladan boshqasiga guruh ko'chiradi hamda aminotransferaza, metiltransferaza bunga misol bo'ladi. Gidrolozalar suv ishtirokida moddalarni parchalaydi. Lipaza, proteaza, amilaza misol bo'ladi. Ligazalar suvsiz parchalanish yoki bog'lanish, misol karboksilaza. Izomerazalar molekulaning ichki tuzilishini o'zgartiradi. Misol, izomeraza, mutaza. Ligazalar ikki molekulani birlashtirib bog'laydi. DNK ligazasi. Fermentlarning denaturatsiyasi. Fermentlar issiqlik, pH o'zgarishi, og'ir metall tuzlari ta'sirida shaklini yo'qotadi. Denaturatsiyalangan ferment bu faol emas. Masalan, 70-80 gradusda konfermentlar nobud bo'ladi. Kuchli kislota, ishqor ta'sirida oqsil buklanishi yoki buzilishi mumkin ekan. Fermentlar qayerda ishlatiladi? Tibbiyotda, qon tahlili, farmatsevtika hamda diagnostika testlarida, oziq-ovqat sanoatida, ya'ni non ko'tarilishda amelaza, pishloq tayyorlashda renin, pivo ishlab chiqarishda maltaza. Yuvish vositalari, gel, parashoklar misol bo'lib, bunda lipazalar yog' dog'ini yechadi, proteaza oqsil dog'ini yechadi. Biotexnologiyada DNK, ligaza, polimeraza uchun ferment biosensorlar bo'lib xizmat qiladi. Va bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz biotexnologiyada qo'llanib, DNK ligazalari, polimerazalar uchun hamda ferment biosensorlar uchun xizmat qilishini ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sizlar bilan Karim va Go'zal.